oldini olish, prognozi kabi mavzularni o'zida mujassam qilgan mavzu hisoblanadi. Demak, ma'ruzamizni boshlaymiz. Demak, shizofreniya bu surunkali endogen ruhiy kasallik hisoblanadi. Hissiy sohaning buzilishi, nomuvofiq xatti-harakatlar, fikrlashning buzilishi, jamiyatda muloqot qila olmaslik. Kasallikning eng yuqori darajasi 14 yoshdan 35 yoshgacha tashkil qiladi. Shizofreniyaning etiologiyasi va patogenezini o'rganish mustaqil kasallik sifatida aniqlanmasdan ancha oldin boshlangan. Ular keyinchalik erta aqli zaiflik tushunchasi bilan birlashtirilgan. Kasalliklar doirasida o'rganilgan. Ular psixodinamik va antropologik, fiziologik, anatomik va genetik tadqiqotlargacha keng ko'lamda rivojlangan. Shizofreniyaning psixogenez nazariyalari bugungi kunda ham shizofreniya paydo bo'lishi va rivojlanishidagi turli psixogen va ijtimoiy omillarning rolini o'rganishni davom ettiradigan tarafdorlarga ega. Shulardan biri psixozning namunasi bo'lib, u qo'zg'atuvchi omil sifatida shaxslar aro munosabatlarni chuqur buzilishini ko'rsatib beradi. Ushbu modelning xilma-xilligi Freyd maktabining erta bolalikda paydo bo'lgan psixik mojaroga ongli ravishda munosabati to'g'risidagi qoidalardan kelib chiqadigan tushunchalar sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Shizofreniya psixogen rivojlanishining ikkinchi modeli fenomenologik ekzistensial model bo'lib, bemorning mavjudligi uning ichki dunyosi o'zgarishini taklif qiladi. Shizofreniyaning biologik gipotezalari orasida hozirgi vaqtda genetik gipoteza ham bor. Turli mamlakatlarda o'nlab yillar davomida o'tkazilgan shizofreniya uchun irsiy moyillikni o'rganish shubhasiz shizofreniya bilan og'rigan bemorlarning oilalarida kasallik holatlari sezilarli darajada to'planganligini ko'rsatadi. Autointoxikatsion nazariyalar rivojlanishi shizofreniya bilan og'rigan bemorlarning tanasida neyrotrop ta'sir ko'rsatadigan turli xil oqsil, postmolekulyar og'irlikdagi oqsillar, fiziologik faolliklar, toksik moddalar kashf etilishi bilan bog'liq. Shizofreniyaning immunologik gipotezasi autoimmun jarayonlar, ya'ni tananing o'z to'qimalarining antigenlarga, xususan to'siq organlaridan biri bo'lgan miya to'qimalariga antigenlarni ishlab chiqarish qobiliyati haqidagi fikrlarga asoslanadi. Bioximik va shizofreniyaning patos etnozis konsepsiyasi ham mavjud. Shizofreniyaning kechishi. Kasallikning kechishi, shuningdek shizofreniyadagi turli klinik shakllarning alomatlarini o'zgarishi mumkin. Shunga ko'ra shizofreniyaning bu turlari aniqlanadi. Xurujsimon uzluksiz kechuvchi va aralash turlari. Noxish kechuvchi, ya'ni nebulagopryatniy tip techena deyiladi. Kasallik rivojlanib, qisqa vaqt ichida shaxsiyatning buzilishiga olib keladi. Uzluksiz kechuvchi turida vaqti bilan og'riqli kasalliklar bo'lmaganda turli xil davomiy xurujlar bo'ladi. Xurujsimon kechishi bu turda umrida bir marta xurujga uchragan bemorlar ham bo'lishi mumkin. Shizofreniyaning progredient kechishi davriy ravishda xurujlar bo'lib, ular tufayli vaqt o'tishi bilan shaxs o'zgarishi yuz beradi. Shizofreniyaning shakllari. Shizofreniyaning turli xil klinik shakllari mavjud. Katatonik, paranoid, rezistentli, ya'ni chidamli, oddiy, gibofrenik turlari, asosiy turlari mavjud. Bundan tashqari vasvasa, tajovuz va boshqa ruhiy kasalliklar mavjudligi bilan psixozning turi bo'yicha uchrashi, o'tkir bo'lmagan ruhiy kasalliklar ko'rinishida, hissiy labillik, kayfiyat o'zgarishi, fikrlar buzilishi kabi holatlar. Sezilmas darajadagi shaxs o'zgarishlari, qiziqishlarning o'zgarishi yoki yo'qolishi, insonlardan alohidalanish holatlari. Har bir shakl o'ziga xos xususiyatlarga va muayyan davolash turiga ega. Bugungi kundagi bizning klinikalarimizda psixiatrlar kasallik tashxisini qo'yadilar. Kasallikning shaklini eng samarali usullarni, davolash usullarini aniqlab, uni amalda qo'llaydilar. Shizofreniyaning klinikasi. Eng ko'p aniqlanadigan alomatlari bu kamida 1 oy davom etadigan hissiy ixtiyoriy buzilishlar, idrok etish va fikrlashning disfunksiyalari. Shizofreniyada asosiy belgilari apatiya, depressiya, aqliy va jismoniy faoliyatning pasayishi, fikrlar aks sadosining paydo bo'lishi, Kandinsky-Kramon sindromi, eshitish gallyutsinatsiyalari, hid bilish, ta'm bilish, somatik gallyutsinatsiyalar, noqulay his-tuyg'ularni ifodalash.
bemorning nutqi notekis, tez, bir mavzudan boshqasiga o'tib ketishi, diqqatning konsentratsiyasini yomonlashuvi. Shizofreniya bilan og'rigan bemorlar alohidalanishadi. Ko'pincha insonlar bilan aloqadan qochishadi. Bo'shashgan va apatik holatga tushib qolishadi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga ham rioya qilmay qo'yishadi. Kasallik asta-sekin ham, spontan ravishda ham, ya'ni to'satdan rivojlanishi mumkin. Shizofreniyani tashxis qo'yish masalalari. Kasallikning boshida tashxis qo'yish qiyin hisoblanadi. Bemorni kuzatish kamida 6 oy davom etadi. Odatda tashxisning birinchi bosqichida shizofreniya alomatlari bilan o'tkir vaqtinchalik psixotik kasalliklar tashxislanadi. Ya'ni shizofreniyaga o'xshash kasalliklar. Ushbu bosqichda shifokor psixiatr bemor bilan suhbatlashadi, simptomlarning dinamikasini, o'zgarishini kuzatadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni qarindoshlar tomonidan taqdim etiladi. Umumiy va klinik tadqiqotlarda qon va siydik umumiy tahlili, biokimyoviy qon tahlili, immunitetni baholash, gormonal holatni o'rganish kabilarni o'z ichiga oladi. Shizofreniyani tashxislashda zarur bo'lsa, magnit rezonansli tomografiya, elektroensefalografiya, psixologik testlar va klinik belgilarga asoslanib tashxis qo'yish yo'lga qo'yiladi. Shizofreniyaning xavf guruhi. Shizofreniya uchun asosiy xavfli omil bu irsiyat. Qarindoshlari va shizofreniyadan aziyat chekadigan odamlarda kasallik xavfi 10 barobar oshadi. Shizofreniyani davolashda asosan psixofarmakologik usuldan qo'llaniladi. Shizofreniya o'tkir xurujlarni davolash kasalxonada statsionarda o'tkaziladi. Qolgan davrda bemorlar ambulator ravishda uy sharoitida davolanadi. Davolashning radikal usuli hanuzgacha mavjud emas, ammo belgilangan terapiyaga rioya qilish gallyutsinatsiyalar va vasvasalar sonini kamaytirishi, shuningdek kasallikning qaytalanish ehtimolini kamaytirishi mumkin. Bemorlarga bir qator antipsixotik dorilar buyuriladi. Ijtimoiy moslashuv, insonlar bilan aloqada qilishni, odamlar bilan o'zaro muloqotlar shakllantirishni o'rganish, yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Davolashda bundan tashqari ijtimoiy izolyatsiya, kasbiy nofaollik, tashabbuskorning yo'qligi bilan kechganda ijtimoiy davo, jumladan reabilitatsiya choralari afzal hisoblanadi. Statsionarda davolashda psixotrop dori vositalari bilan davolanadi. Mehnat terapiyasi, fizioterapiya kabi usullar qo'llanadi. Davolanishning samaradorligi shifokorning bemorning qarindoshlari bilan hamkorlikdagi suhbatda namoyon bo'ladi. Shizofreniyada parhez va turmush tarzi. Shizofreniya uchun parhez sog'lom va tabiiy ovqatlarni iste'mol qilishni o'z ichiga oladi. Konservantlardan xoli, bo'yoqlarsiz, sun'iy oziq-ovqatlar qo'shimchalaridan saqlanish kerak. Asosiy parhez meva, sabzavot, sut mahsulotlari, don mahsulotlaridan iborat bo'lishi kerak. Bemorlar sog'lom turmush tarzini olib borishga, toza havoda vaqt o'tkazishga e'tibor berishlari kerak. Oldini olishda faol ijtimoiy va jismoniy turmush tarzini yo'lga qo'yish asosiy usul hisoblanadi. Shizofreniya asosiy profilaktikasi insonlar bilan munosabatlarni tiklash. Ikkinchisi esa yoki retsidivni qaytalanishida dorilar, psixoterapiya usullarini foydalanish bilan yo'lga qo'yiladi. Shizofreniyaning prognozi. Shizofreniyada o'z joniga qasd qilish, imperativ, ya'ni buyruq beruvchi eshituv gallyutsinatsiyalari borligi, atipik depressiya va shizofrenik depressiyalar eng xavfli hisoblanadi. Shizofreniyada nuqsoni paranoid, gibofrenik va oddiy shakl bilan davolanmasdan tugashi mumkin. O'tkir polimorfik shizofreniyada har bir xuruj amaliy tiklanish bilan aniq bir nuqsonga olib kelishi mumkin. Takroriy xurujlar bilan nuqson odatda kuchayadi. Buning uchun ular shubsimon, ya'ni siljishlar bilan o'tuvchi deb ataladi. Defekt dastlab xarakteriy o'zgarishlar, masalan, orttirilgan assimizatsiya, psixopatizatsiya, shubha, atrofdagi muhitni paranoidal izohlash, eksentriklik, qoldiq psixotik kasalliklar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Hatto intensiv davolanishda ham gibofrenik alomatlar, Kandinskiy Klaremont sindromi, eshituv gallyutsinatsiyalari,
ovozli gallyutsinatsiyalar, shuningdek ruhiy holati yaxshilanmasdan bemorda turli xil organizmdagi o'zgarishlar kabi noxush belgilar yuzaga kelishi